Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalga yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni va like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling, bizda tezkor xabar. Pensiya yoshiga to'lgan fuqarolarga avtomatik proaktiv pensiya tayinlanadi va shu haqda batafsil O'zbekiston Respublikasi qonuni bilan ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi. Unga ko'ra, fuqaro pensiya yoshiga to'lishi munosabati bilan uning murojaatisiz yoshga doir pensiya tayinlanadi. Fuqaroning yoshga doir pensiyaga bo'lgan huquqi belgilangan axborot tizimlaridan olingan ma'lumotlarga asosan aniqlanadi. Shuningdek, fuqaroning ish staji, ish haqi, oila tarkibi va boshqa ma'lumotlari tegishli tashkilotlarning axborot bazalaridan olinadi. Bundan tashqari, agar fuqaro proaktiv shaklda tayinlangan pensiya miqdoridan norozi bo'lsa yoki mehnat faoliyatini davom ettirish va keyinchalik yoshga doir pensiyaga chiqish istagini bildirsa, tayinlangan pensiyani rad etish huquqiga ega. Bunda fuqaroga xabarnomani olgan kundan e'tiboran 10 kun ichida pensiya jamg'armasi bo'limiga ariza bilan yoki Davlat xizmatlari markazi yoki may.gov.uz orqali so'rovnoma to'ldirgan holda murojaat qilish kerak. Pensiya tayinlash to'g'risidagi ariza va so'rovnoma 10 kundan kechiktirmay ko'rib chiqiladi, deyiladi manba xabarida. Kanalga yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni va yaqinlarga ulashib qo'yishni unutmang.